Diqqat, tezkor xabar. 20 va 21-iyul kunlaridagi ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Batafsil videoda. Toshkent shahri havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Chang-to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 25-27 gradus, kunduzi 36-38 gradus bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, shamol esa g'arbda 7-12 metr/sekund tezligida esadi. Havo harorati kechasi 20-25, kunduzi 30-35 gradus bo'ladi. Xorazm viloyati havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 20-25 gradus, kunduzi 30-35 gradus bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Chang-to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 24-29 gradus, kunduzi esa 33-38 gradus bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati esa chang-to'zonlar kuzatilib, kechasi 22-27 gradus, kunduzi 33-38 gradus bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 27-32 gradus, kunduzi esa 38-43 gradus bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, o'zgaruvchan bo'ladi. Havo harorati chang-to'zonlar kuzatilib, kechasi 24-29, kunduzi 34-39 gradus bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 20-25 gradus, kunduzi 28-33 gradus bo'ladi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang.